atrof muhitni ifloslanishi natijasida sodir bo'ladigan insoniyatning o'lim soni chekishdan bo'ladigan o'lim sonidan 1,5 barobarga, oid sil bezgak kasalliklardan bo'ladigan o'lim sonidan 3 barobarga, urush va zo'ravonliklar natijasida bo'ladigan o'limlar sonidan 15 barobarga yuqori bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Men Eshonqulov Zafar Nabikulovich, O'rmon xo'jaligi agentligida o'rmon xo'jaligi sohasida 15 yildan ortiq tajribaga ega mutaxassis sifatida Orol dengizining qurigan tubining qurishi natijasida hosil bo'lgan muammolar va ularning oldini olish va aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining 69-maqsadida belgilangan vazifalar va ularning ijrosi to'g'risida gaplashmoqchiman. Hammaga ma'lum, esingizda bo'lishi kerak, qum va tuz zarrachalarining atmosfera havoga ko'tarilishi natijasida insoniyat sog'lig'i uchun qanchadan qancha kasalliklar ro'y berayotganligi barchamizga ma'lum. Xususan 2018 yil 27-28 may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida bo'lib o'tgan qum chang bo'ronlari. O'sha yerda yashab yurgan aholi g'ayriodatiy hodisaga guvoh bo'lishdi. Ya'ni mavsumga xos bo'lmagan qum chang bo'ronlariga kuchli shamol ta'sirida atmosfera havosiga ko'tarilib, tuman kabi havosi ifloslanishi kuzatildi. Xuddi shunday 2019-yil bu yana Nukus shahrida takrorlandi. Shuningdek 2021-yil ushbu qum chang bo'ronlari poytaxtimiz Toshkent shahrigacha yetib keldi. Aynan o'sha paytda allergiya kasalliklari, ya'ni tomoq, yo'tal, o'pka kasalliklarining kuchaygani kuzatildi. Tibbiyot xodimlari ham e'tirof etishdi. Endi Orol dengizining qurigan tubi, suvining qurishi va uning muammosi, uning globallashuvi faqatgina O'zbekiston uchun emas, dunyo olimlari bu borada bosh qotirishdi. Dunyoning 184 ta davlatidan 15 mingdan oshiq olimlar Bioscience jurnalida butun insoniyatga ikkinchi ogohlantirishni e'lon qilishdi. Ushbu muhim hujjat va dasturlarda Orol dengizining qurigan tubi va uning qurishi natijasida hosil bo'lgan muammo ekologik fojia sifatida tilga olindi. Demak, bu globallashuv yanada kattalashgan va dunyo olimlarining o'rganish natijalari bo'yicha Orol dengizi radio uglerodli usul yordamida uning yoshi aniqlandi. 20-24 ming yil ilgari Orol dengizi demak paydo bo'lganligi aniqlandi. Orol dengizi 1970-yilda 57 ming kilometr kvadrat bo'lgan. Uning suv hajmi 1064 kilometr kubni tashkil etgan. Ya'ni bu juda katta maydonni tashkil etadi. Toshqin suvlar bor paytda baliqchilik, hammamizga ma'lum, Mo'ynoq konserva baliqlari bo'lardi. Baliqchilik juda yaxshi rivojlangan. Transport, kommunikatsiya yaxshi bo'lgancha baliqchilik sanoatining rivojlanishi tufayli. Lekin yillar davomida mana tabiatning injiqliklari tufayli, inson omili, shuningdek iqlim o'zgarishlari tufayli afsuski shu suvlar kamaya boshladi va 1990-yilga kelib qurigan hududni maydoni 1 million gektarga yetdi. Aniqrog'i 1,9 million gektarga yetdi. Afsuski ushbu maydonning barchasi Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumaniga qarashli edi. 1911-yil, 1962-yilda dengizning balandligi, suv sathi, dengizning chuqurligi 53 metr bo'lgan bo'lsa, 1990-yilga kelib bu ko'rsatkich 13 metrga pasaydi. O'sha davrda suv hajmi 680 ming metr kubga keskin kamaygan. Yoki bo'lmasa, umuman dengizning akvatoriya, ya'ni dengiz sathining maydoni 40 ming kilometr kubga kamayib ketganligi kuzatilgan. Albatta bularning hammasi Orol dengizining suvi qurigan muammo, bu muammo kecha yoki bugun paydo bo'lmagan. Uzoq tarixga borib taqaldi. O'sha tarixni men qisqacha aytib o'tdim. Albatta buni oldini olish choralari muhim. Mana ko'rib turibsiz, Orol dengizining qurishi natijasida mana shimol tomonda u yerdagi o'sha dengizning o'rnida bir necha tonnalab dengiz cho'kindilari bor. Dengizning zaharli tuzlar, qumlar bor. Dengiz qurigandan keyin qum tog'lari paydo bo'ldi. Ekotizim deyarli yo'qolib qoldi. U yerdagi o'simliklar, bir necha o'simliklarning turlari bor edi. Yuzlab, undan ham ortiq turlar, bir necha o'nlab turlarga kamayib ketdi. Hayvonlar turlari, kemirib yuruvchilar, ularning bir necha turlari yo'qolib ketdi. Eng achinarlisi, o'sha yerda dengizning suvi qurigan tubidagi o'sha zaharli cho'kindilar, qum zarrachalari va qumlar, tuzlar insoniyatga qanchadan qancha sog'lig'iga zararligi barchamizga ma'lum. Orol dengizining qurishi natijasida har yili 17 million tonna o'sha qum, tuz zarrachalari atmosfera havosiga chiqqan. Mana shu nuqtai nazardan
menimcha Orol muammosi va uni oldini olishning ahamiyatini yana qayta o'sha takrorlashim hojati yo'q bo'lsa kerak. Bilamiz muammo bor, lekin uni oldini olishning ikkita yo'li mahalliy dunyo olimlari o'sha fikrlashib, katta auditoriyalarda bu muhokamalar bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu masalalar ko'tarildi. O'sha Yevropa, Osiyo, Amerika bir necha davlatlarda bu Yaqin Sharq mamlakatlari, Koreya, Yaponiya davlatlarida masofadan turib va to'g'ridan-to'g'ri katta auditoriyalarda aytganimdek yig'ilishlarda muhokamalar bo'ldi va bitta xulosaga kelindi. Ikkita taklif bo'ldi albatta. Bu yillar davomida bo'layotgan takliflar. O'zingiz ham eshitgan bo'lishingiz kerak. Orol dengizining suvi qurigan tubini, ya'ni suvi yo'q joylarini suv bilan to'ldirish mumkin ekan. Buni qaysidir davlatlardan o'sha suv olib kelish takliflari yoki fikrlar bo'ldi shunaqa. Bu o'zini isbotini topmadi. Iqtisodiy, moliyaviy tomondan qancha xarajat, mayli u xarajat, lekin umuman mantiqqa to'g'ri kelmadi. Sun'iy ravishda to'ldirishning imkoni bo'lmadi. Ikkinchi yo'li bu dengizni tubida tarqalayotgan qum, tuz zarrachalarini oldini olish. Demak, birdan bir yo'limiz o'sha yashillik darajasini oshirish va buni oshirishda saksovul, cherkes, qandim, qoraburoq va boshqa yaylov o'simliklarini ham ekish mumkin bo'ladi. Demak, cho'l o'simliklarini ekish asosiy maqsad vazifamiz. Shuning uchun ham O'zbekiston 2030 strategiyamizning 69-maqsadida 2030-yilgacha 2,6 million gektar maydonda himoya daraxtzorlarini ekish maqsad qilganmiz. U yerdagi umumiy maydonni 80%ni yashillik bilan qoplashni niyat qilganmiz. Va shu orqali keyingi hududlarda bo'ladigan qum, chang bo'ronlarni oldini olishni maqsad qilganmiz. Birgina 2024-yilda oladigan bo'lsak, O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilanganidek Orolbo'yi mintaqasida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyatlarida o'rmonlashtirish, himoya daraxtzorlarini barpo etish ishlarini amalga oshirdik. Birgina mana 2024-yilni oladigan bo'lsak, 2018-yildagi holat bilan hozirgi holatni tubdan farqi bor. Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida 112.500 gektarda, Buxoro viloyatining cho'l hududlarida 41.000 gektar, Navoiy viloyatining cho'l hududlarida 51.000 gektar, Xorazm viloyatining cho'l hududlarida 10.000 gektarda yashil qoplamalar, himoya daraxtzorlari barpo etildi. Hamma viloyatda e'tibor qiling, o'sha xaritalari bilan ishlab chiqildi. Xarita, ya'ni qayerlarga ekish mumkin. Cho'l hududi, Qoraqalpoq, Xorazm, hamma tumanlardan, Buxoroda ham ko'p, lekin birinchi navbatda biz o'sha shamol tezligiga bog'liq holda ekiladigan hududlarni aniqlab olganmiz. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasida qum bo'ronlarining o'chog'i albatta tabiiy hol, o'zingiz ham bilib turibsiz, Mo'ynoq tumani bo'ladigan bo'lsa, Xorazm viloyatida biz Tuproqqal'a tumanini tanlab oldik. Cho'l maydonlari kengayib ketgan. Baland tog'li o'sha barxanlar mavjud. Xuddi shunday Navoiy viloyatida. Mana Navoiy viloyatida Tomdi, Uchquduq va Konimex tumanlari. Ushbu hududlarda o'sha qum bo'ronlari oxirgi yillarda juda kuchayib ketdi. Kuchaygani o'sha Navoiy viloyatida ham, Buxoro viloyatida ham qum bo'ronlar takrorlanishlar. E'tibor qiling, o'sha qum bo'ronlarining bo'lishi noodatiy hollar bo'ladigan bo'ldi. Har yili tezlashib, yillar davomida tezlashib borishi kuzatildi. Va o'sha Buxoro, Navoiy viloyatlarida Qizilqum cho'li bo'lgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilganidek, Orol dengizining qurishi natijasida Orolqum cho'li paydo bo'ldi. Bitta achinarli misol bor. Qoraqalpog'iston Respublikasida kuchli shamol ta'sirida qum, chang bo'ronlari atmosferaga ko'tariladigan bo'lsa, o'sha shamol tezligi butun respublika bo'ylab taraladigan bo'lsa, o'sha Buxoro, Navoiy hududiga kelganda Qizilqum cho'llaridan qum barxanlar, zaharli o'sha qumlar atmosferaga ko'tarilishi yana kuchayadi va 2 barobarga oshishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham biz o'sha yashil qoplamalarni ekishni yanada kuchaytirdik. Ilgari 10-15 ming gektarda o'sha viloyatlarda bajarilgan bo'lsa, hozir kamida 40, 50, 60 ming gektarda bajarishni reja qildik. Va joriy yilda 25-yilda aniqroq aytadigan bo'lsam, Navoiy viloyatida o'tgan yil 51 ming gektar ekilgan bo'lsa, bu yil 60 ming gektarda. Buxoro viloyatida 40 mingdan 58 ming gektar maydonda yashil qoplamalar, himoya daraxtzorlarini ekish ko'zda tutildi. Endi bu ishlarni albatta mashaqqati o'zgacha.
2 million 600 ming gektarda yashil qoplamalarni barpo etmoqchimiz. Bu albatta o'rmon xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi xodimlarning zimmasida. Bu albatta aytishga oson bo'lishi mumkin. 2 million 600 ming gektar. Lekin ish hajmi jihatdan bu albatta oson bo'lmaydi. Yana bitta alohida urg'u beriladigan narsa yashil qoplamalar, himoya daraxtzorlarini barpo etishda biz innovatsion usullardan keng foydalandik. Ya'ni shu olimlar tomonidan yaratilgan moto delta planlar. An-2 samolyotlar yordamida urug'lar ekkanimizda yer sathidan ancha balandlikda bo'ladi va urug'larni aynan ko'zlangan maydonchalarga tushishi sal boshqa joylarga uchishi mumkin. Lekin moto delta planlarda bu eng katta yutug'imiz birinchidan urug'larni granulalashtirish, ya'ni qanotsizlantiramiz. Ikkinchidan u yer sathidan 15-20 metr balandlikgacha uchadi va o'sha ekiladigan urug'lar aniq maydonlarga to'g'ri qadaladi, aniq manzilga yetib boradi. Bu albatta innovatsion usullardan biri hisoblanadi. U yerda yanada takomillashtirish ustida bosh qotirishmoqda hozir. Soha olimlari, yosh stajyor, ya'ni ilmiy tadqiqotchi yigitlarimiz bevosita Orol dengizining qurigan hududiga borib, u yerlarda ekotizimni o'rganishmoqda. Rasmlarga birgina izoh berib o'tmoqchiman. Birinchi va ikkinchi rasmlarga. O'rtadagi rasm bu saksovul niholxonasi hisoblanadi. Ya'ni saksovul urug'idan biz kelajakda himoya daraxtzorlarini barpo etish uchun saksovul niholxonalarini tashkil etamiz. Bu ko'chat zaxirasini yaratish deyiladi. Ya'ni o'sha 1 gektar maydonga 70-80 kilo, 100 kilo va undan oshiq kilogramm saksovul urug'larini eksak, 150 ming donagacha va undan ortiq nihollarni undirib olamiz. 1 yillik, 2 yillik nihollar xuddi mana birinchi rasmdagidek o'sha dalaga borib ekiladi va ular ko'karishi uchun hamma sharoitni, ya'ni qo'riqlash va muhofaza qilish ishlarini amalga oshiramiz. Va ko'chat zaxirasi deganda o'sha mana ko'rib turganingizdek ko'chat saksovul ko'chatxonalarini tashkil etish, ko'chatlarni yetishtirish bo'lsa, yana bitta zaxiramiz albatta bu urug' zaxirasi. O'sha birgina o'tgan yilning o'zida hali aytib o'tdim, 215 ming gektar saksovul himoya daraxtzorlarini barpo etish uchun, demak, salkam 900 tonna cho'l o'simliklarini urug'larini tayyorlandi. Bunda albatta mahalliy aholi to'g'ridan to'g'ri bevosita ishtirok etdi. Bilasizmi, bir narsani g'urur bilan aytishim mumkin. Har mavsumda, mana ayni saksovul ekish payti qish mavsumida boshlanadi. Noyabr, dekabr urug' tayyorlanib, dekabr, yanvar, fevral, o'sha martdan, o'sha ayni qish paytida urug'lar tayyorlanadi va ekiladi. Nimaga? Sababi Qoraqalpoq, Mo'ynoq tumaniga borsangiz aytishadi, saksovulda urug'i bitta sovuq ursa yaxshi bo'ladi deydi. Haqiqatan bitta sovuq ursa yaxshi bo'ladi. O'shani biologik jihatdan xususiyati, rivojlanish xususiyati va ular haqiqatda yetiladi. Buni sizdan, bizdan, kerak bo'lsa mutaxassislardan yaxshi biladi mahalliy aholi va ular ko'tarinki ruhda bizni kutib turishadi. Urug' tayyorlashga katta ko'mak berishadi. 200, 300, 400 tonnalab o'sha urug'larni jamg'arishga ular yordam berdi. Ularni albatta moliyaviy jihatdan ham tayyorlagan urug'larini moliyalashtirib borildi. Nima demoqchiman? Bu ekologik vaziyatni yaxshilash, ya'ni o'sha O'zbekiston 2030 strategiyamizning 69-maqsadida belgilanganidek, Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarning salbiy ta'sirini yumshatish. Buning uchun o'sha yaratiladigan yashil qoplamalarda mahalliy aholi yurak-yurakdan his qiladi. Ular qo'sh qo'llab, o'zlari xohlab kelishadi mana shu narsaga. Nimaga? Chunki o'sha muhitda boshidan o'tib turibdi. O'sha muhitda yashab turibdi. Har yilgi ekilayotgan saksovul himoya daraxtzorlarimiz doimiy qo'riqlash va muhofaza qilish ishlari olib boriladi. U yerda mana bir yili borganimizda chigirtkalar yoppasiga bosilgan holatlar bo'ldi. Chigirtka bu yashillik borki yeb ketadi. U yerdagi shu narsaga guvoh bo'ldikki, o'sha ayrim joylarda o'sha chigirtkalar tuproqni rangini ko'rib bo'lmaydi. Chigirtkalar shunaqa darajada ko'payib ketdi. Ana shularga qarshi kurashda albatta karantin sohasida, o'simliklarning himoyasi sohasida mutaxassislar, o'rmon xo'jaligi sohasida mutaxassislar birgalikda bularga doimiy kurashib boramiz. Va ushbu tadbirlarni olib borilishi natijasida o'sha ekotizim tiklanib bormoqda. Monitoring natijasida mana shu narsalarga guvoh bo'ldik. Mana suv botqoqli hududlar bor, ayrim hududlarda. Uning tabiati, uning ekologiyasi o'ziga yarasha. U yerdagi unga xos bo'lgan hayvonot, o'simlik olami bor. Bundan tashqari mana cho'l hududidagi o'sha qushchalarimiz, ularni hududi, ularning muhiti o'ziga xos, o'ziga yarasha.
ular yildan yilga mana ko'paygan turlar ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek mana o'simlik turlari, cho'l yaylov o'simliklariga alohida urg'u berilmoqda. Dastlabki yillarda umuman hali aytib o'tishim kerak, yovvoyi to'ng'iz o'sha turda hayvon turlari bor, topib bo'lmasdi. O'sha monitoring qilish jarayonida ular kuzatmasdik. Oxirgi yillarda borganimizda 10 ta 15 talab albatta ular nom bilan yovvoyi to'da bo'lib yurganlarni guvohi bo'ldik. Mana sizga natija, mana ekotizimni ko'rinishi. Yana bir ko'rinishi sudralib yuruvchilar, kaltakesaklar, quyon, haligi yana bir sudralib yuruvchilarning boshqa turlar ko'payganini, o'nlab turlarning ko'payganini guvohi bo'ldik. Eng asosiysi mana o'simlik turlaridan cho'l yaylov o'simliklari ko'paygan. Bizni yutug'imiz nimada? 2019-yilda barpo etilgan saksovul himoya daraxtzorlari bugun hosilini bermoqda. Hosil deganda urug'lar berib boshlamoqda. Bu degani bizni bitta qilgan ijobiy ishimiz ertaga ikkita bo'lib qaytmoqda. Ya'ni saksovul daraxtzorlardagi o'sha butazordagi pishib yetilgan urug'lar shamol ta'sirida uchib, tabiiy holda o'rmonzorlarni hosil qiladi. Mana bizni katta yutug'imiz. Va u yerda nafaqat o'simlik, hayvonot olami, u yerdagi suv tizimini ham balansini ushlab turamiz. 2018-yildan beri ekayotgan saksovul urug'larimiz, ko'chatlarimiz bugun katta natijasini berdi. O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti olimlarimizni, keyin O'rmon xo'jaligi agentligining albatta tajribali mutaxassislarining mehnati o'sha katta. Bu yerda O'zbekiston cho'l hududlarida yashil qoplamalarni, himoya daraxtzorlarini barpo etish bo'yicha yetarli tajribaga ega. Hattoki oxirgi yillarda mana Qozog'iston Respublikasidan o'sha soha mutaxassislari kelib bizdan tajribalarni o'rganib ketishmoqda. Biz tabiatni kelajak ajdodlarimizdan qarzga oldik. Kelajak avlodga shundayligicha yetkazib berishimiz bizning burchimiz, bizning vazifamiz. Hattoki buni muhimligidan mag'rur bilan yana bir bor aytishim mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga Orolbo'yi degan jumla kiritildi. 49-moddasida Orolbo'yi mintaqasi ekologiyaning salbiy oqibatlarini oldini olish masalasini oldini olish bo'yicha davlat choralar ko'radi. E'tibor qiling. Demak, biz nafaqat mutaxassislar, nafaqat shu xalqimiz, davlatimiz birinchi navbatda tashabbus qilib, mana tarixda birinchi marta Konstitutsiyaga, bosh qomusimizga Orolbo'yi mintaqasi va uni salbiy oqibatlarini oldini olish choralari kiritildi. Orol dengizining qurishi natijasida hosil bo'lgan muammolarni oldini olish, keskin choralar ko'rish, bularni birinchi navbatdagi masalamiz asosiy shu hisoblanadi. Kerak bo'lsa soha olimlarining ham ayrim holatlarda xabari yo'q bo'lgan o'simlik turlari paydo bo'lmoqda. O'simlik dunyosi keng miqyosda areali kengaymoqda, ya'ni maydonlari kengaymoqda. Yangidan o'simlik turlari paydo bo'lishi mumkin. Biz introduksiya qilib, ya'ni boshqa hududdan, boshqa davlatdan yangidan o'simlik turlarini olib kelib, Qoraqalpog'iston Respublikasi yoki Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatining cho'l hududlarida tajriba, sinov o'tkazishimiz mumkin. Masalan, Italiya davlatidan ham shunaqa sinovlarni olib kelib, O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti olimlari tadqiqot qilishdi. Yoki boshqa davlatlardan ham. Men alohida urg'u bermoqchi bo'lganim, cho'l yaylov o'simliklar yildan-yilga ko'payib bormoqda. Ular 1 yillik bo'lishi mumkin, ko'p yillik ham bo'lishi mumkin. Chorva mollariga ozuqa bo'lmasligi ham mumkin. Nima bo'lganda ham u yerda o'simlik dunyosi, turlar yanada kengaymoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasining 69-maqsadida Orolbo'yi mintaqasini ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolarning salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida ushbu vazifani biz joyida amalga oshirmoqdamiz va o'sha amalga oshirilgan ishlar natijasida 2 million gektar himoya daraxtzorlari barpo etildi. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun Markaziy Osiyo uchun, kerak bo'lsa global muammoni hal qilish uchun qanchalik muhim ekanligini barchamiz his qilib turibmiz. Ushbu yashil qoplamalarni barpo etilishida, shuningdek ko'chat ekish tadbirlarida barchani o'sha faol ishtirok etishlariga chaqirib qolaman va O'zbekiston 2030 strategiyasining 69-maqsadiga erishish uchun barchamiz birdek mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.